Bolalar, hozirgi vazifa mana 20 minut futbol o'ynaysizlar, 20 minut faqat. Futbolni o'ynaganda shunchaki to'pni tepmaysizlar, o'ylamasdan, fikrlamasdan. O'tilgan texnik mashqlarimizni qo'llab o'ynaysizlar. Bu nima degani? Masalan, birga bir chiqqanda himoyachi nima qiladi, hujumchi nima qiladi, keyin pas berishlarni o'rgandik, o'rta pas, qisqa pas, uzoq pas, yerdan pas berishni o'rgandik. Havodan hali o'zlashtirganimiz yo'q, eplolmayapmiz. Hali havodan ham pas berishni, qisqa, uzoq masofalarga pas berishni o'rganamiz. Endi o'shaga asid berasizlar, ana shunaqa qilib o'ynaysizlar. Bitta golga 5 ball, bitta asidga 5 ball olasizlar. Tushundilaringmi? Tushundilaringmi? Endi qaranglar, agar texnikani qo'llamasalaring, o'rganganlaringni qo'llamasalaring, shuncha borib masalan bir o'zi masalan Azbek bir o'zi hech kimga pas bermay borib gol ursa, golni hisoblamaymiz. Nimaga? U o'rgatilgan texnikani qo'llamadi. Tushundilaringmi? Tushundilaringmi? Mana shunday bugun futbol o'ynaymiz, 20 minut baho qo'yiladi. Hozir boshladik. Stop. Mana qara, men ko'rib turibman, o'yinni men to'xtataman, tepgan bo'lsa, qo'y joyiga. Qo'y, ko'rdim. Xo'p. O'zlaringcha o'yin to'xtatib olmanglar. Bo'ldi, davay. Kim tepyapti jarima to'pini? Sanmi? Darvozang qayoqda sen, Ulug'bek? U qayoqqa ketdi? Keyin qara. Va bolalar. FIFAning katta futbol qoidalari bo'yicha o'ynaysizlar. Tushunlarmi? Offside holati bor. Eshitdilaringmi? Nima gapiryapsan, Shohruh? Nima deb ujilyapsan? Bo'l, pas ber. Ha. Gol. 1-0. Bu yerdan yugurib bording Sanjar. Offside holati bo'lmadi. Bu yerdan agar yugurib bormaganingda goling hisoblanmas edi. Tushundingmi? Pas bilan o'ynadilaring, shuning uchun gollaring hisob. Azbek, yaxshi pas berding, gollaring hisob. Obke markazdan boshla.